Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib boruvchi aziz muxlislar. Biz yana Qirg'izistondamiz. Qirg'iziston Respublikasi Batken viloyati Targovoy Chorva bozoriga kelganmiz. Birinchi video qo'y bozori yakunlab, ikkinchi videoda Xudo xolasa mol bozoriga qarab o'tdik. Ko'chat, Novoz, Xunajin, ena bola sigirlardan ko'rsatishda davom etamiz. Kurs 137 akalar, 1000 so'm qirg'iz puli, 137 ming. Sotib olishingiz 133 ming, 134 ming. Sotishingiz. Mana shu Novvosdan savdosi qancha bo'ldi? Savdosi qancha bo'ldi aka buni? Qancha endi? 55-58 ming bo'lsa 7 million 8 million so'mgacha savdosi bo'lyapti. Berishmayapti. Aroqroq ekani, bo'ylari 1 metrdan baland, 1.5 gacha. 1.5 gacha. Xo'p. Savdosi qancha bo'ldi aka buni? Novvoz abi. Xunajin, Xunajin 37 mingga shved xunajincha berilmoqda. Sutdan chiqqan sutdan chiqmagan bu aytgancha, bir 5-6 oylik variantida bo'ylari metr plus minusga borib qoladi, xohlasa. Xullas mana shu ko'proq hozir xunajinga ham qiziqish katta, xunajinning ham egalari boridan narxini so'rab ketaveramiz. Bu yerda ko'proq boylab qo'yishadi-da, egalari chekkaroqda turishadi. Egasi borini narxini so'rab ketaveramiz. Xo'p. Savdo bo'lgan joylari bo'lsa, savdoni ham olishga harakat qilishimiz kerak. Baribir savdo qiziq. Lekin ena bola qatoriga o'tib ketamiz, deyman. Plus mana shu mollar ena bolalardan ham yaxshilardan chiqadi, bo'g'ozlardan chiqadi. Ena bola ham zo'r ekan, lekin bolasi xunajin ekan. Yaxshi mol ekan. Hoppa. Sigir qatorida savdolar yaxshi ekan. 166 ming so'mga berilmayapti. Bolasi Novvoz, birinchi tug'ish sigir xullas. Xunajindan sigir bo'lgan qissasi. Mana bolasi Novvozcha. 166 ming so'mga berilmayapti. Mana shu 7 ta 8 tagacha suti bor shekilli, 5 tadan aniq ko'p. 7 ta 8 taga borib qoladi. Bo'ylari ham 1.30 plus minusga o'ynaveradi. Enasini bo'ylari, bolasiniki metr plusda. Xo'p, buni ham bolasi Novvozcha ekan. Qaysi birining savdosi bo'ldi? Xo'p, 160 mingga o'tib berdi deyapti. Mana uni bolasi yangi tug'ibdi Novvoz. 160 mingdan kamini xayrini qilib berdi deyapti. Berishmayapti. Mana shu ena bola. Xohlasa 4 oy, 4,5 oylik bo'g'oz ekan. Bolasi xunajin 158 mingga berilmayapti. Bolasi 3-chisi, qonidagi 4-chisiga bo'g'oz xullas. 4 oydan o'tgan, 5 oyga yaqinlashib, xullas 4,5 oy plus minusdagi bo'g'oz ekanda qisqasi. Mana shu holatda real savdosi, jazman savdosi bo'lib turgan narxi 158 ming. Ertalabki bozorda 160 mingdan o'tgan ekan. Unga endi chiqmayapti, 158 ming qilishyapti. Berishmayapti. Bolasi ham 1.5 ga borib qoladi bo'ylari, 1 metrdan aniq baland. Lekin xunajin, Novvoz emas. 147 mingga barakasi bo'pti mana shuni. 147 ming. Bolasi Novvoz akalar, bolasi ham Novvoz. Xohlasa 3 oy, 4 oylik bo'lib qolgan bolasi ham birinchi bolasi 147 mingga barakasi bo'pti. 4 ta 5 ta suti bor baribir. Sutga unaqa nima qilishmaydi. Bitta yaylovda yuradi, bolasi emib, to'yib, kattarib yuraveradi. Mana shu xunajinlar 50 ming atrofida sotilyapti. Buni yotgani 40 mingga baraka bo'ldi. Bular 50 ming atrofida sotilyapti. Bu degani 7 million atrofidagi shved xunajinlar. Xohlasa bularning yosh oyligi javnoy katta emas, hali qochmaydi. Erta bahorga qochadigan variantlardan. Bularni o'zi 1-2 oyda Novvozga qo'ysa bo'laveradi. Bo'ylari 1.10 dan baland, 1.15 ga yaqinlashib qoladigan xunajinlar. Shu 50 ming, 60 ming atrofida sotiladi. Bulari 60 mingda yonverida sotiladi. Sotilib turgan narxlari shunaqa. Sizni molingiz bor bu yerda? Senalar qancha ekan bularni? Aniq narxini bilolmayapmiz, egalari yo'q chunki. Lekin приблизительный narxlari shunda. Xohlasa mana shuni savdosi bo'lyapti hozir.
Savdosi bo'lyapti. Shved xunajimda. Oxiri baraka bo'ldi. 49 mingga baraka bo'ldi mana shu xunajin. 1.5 bo'ylari. 49 mingga olishdi. Shved xunajin. Xudo xolasa barakasini bersin. 7 millionga bormaydi. Bitta hisoblab ko'ring. Aniqrog'ini yana kelib chiqadi-yu, lekin 7 millionga bormaydi. Savdosi qancha bo'ldi aka buni? 57 ming bo'ladigan bo'lsa 8 million atrofida narx qilishibdi. Bo'ylari 1.5 ga borib qoladi bunga. 51,5? Cha canım 42 mingga olishibdi. Mana shuni ovozchani 42 mingga olishdi. Bo'ylari metr plusda orasidan. Yaxshi ko'chati, yaxshi. Qaysisizniki? Mana o'yami? O qancha bo'ldi? 60 ha? Bunisi 42,5 deyishdim shunaqa. Bunisini 60 ming bo'ldi. Shved. Buni bo'ylari ham metrdan baland 1.5 ga bormaydi, lekin sutga to'ygan variantlar ekan. Hozirda o'zida yelkalari, iligi hamma yo'q baquvvat narsa ekan. 60 ming bo'libdi bunisi. Jonivor boqqanga yarasha mana shunaqasidan olib boqadigan bo'lsangiz, xudo xolasa foyda qiladigan variantlaridan. Kimdan ekan bu? Sizdanmi? Savdo qancha bo'ldi? 68 mingga berilmoqda. Qancha o'zi narxi? 75 kami bor. Zo'r. 75 ming kami bor deyilyapti. 68 mingga savdosi bo'libdi. Bu yerda yana bitta yaxshi tomoni Qirg'iziston mol bozorlarida yopishtirib narx aytiladi. Bo'ladigan narxlar aytiladi. O'shanga yaqin 2 ming, 3 ming, bu degani 300 ming, 400 ming so'm qimmati. Mollarda ham shunaqadan ozgina qimmatroq aytiladi. O'sha summani o'tib beriladi. Mana shu jihatlarini ahamiyatga olib qo'yadigan bo'lsangiz, yaxshi narsa ekan lekin. Biz yaxshi odat, qimmat aytib turib ham turilmaydi. Nima deydi? Kelib qolsa yopishtirib qo'yaman degan narsa yo'q ekan. Mana shunisi yaxshi. Hozir yana egalari boridan, savdosi bo'lgan joyidan bitta so'raymiz. Mana shu ovoz 1.20 ga borib qoladi. Mana shu oldidagisi qancha bo'ldi ekan? Qancha oldi aka? 114. 114 mingga olishibdi. 1.20 plusda bo'ylari. Boqma, to'g'ri borib yemiga tashlaydigan variantlardan ozgina shox surib borgan. Xunajinganlar deydi buni. Xunajinganlar, lekin orqalari yaxshi ekan. Orqasiga o'tmadi-ku, lekin ko'rinib turibdi. Orqalari yaxshi. Shu oldidagi nargisi bunisi emas. Nargisi 114 ming bo'libdi. Xo'p. To'g'ri. Mol boqish endi o'yin emas deyishyapti bu yerda. Endi o'yin emas. Mana shu 3 ta ovozi 115 mingdan berilmoqda. Bo'ylari 1.20 plusda. Plus yengil yemini yegan. Unaqa qachag'am emas, yemini yeb turgan 115 ming so'mdan berilmoqda. Yana dalchi boqadigan bo'lsangiz ketadi. Bular hali yosh, lekin yemini yaxshi yegani uchun orqalari o'sha pachko'p qolibdi pachta. Xullas 115 mingda o'zimizni sumga bitta ko'paytirsangiz narx kelib chiqadi. Mana shunga 1000 so'm, 2000 so'm qo'shiladi xolos. 120 mingga bormaydi bular. Sotilishi ham 115 ming o'zi taqalgan narxini qilib qo'ygan bo'lsa, mana shu ustiga kimdir 1000 so'm, 2000 so'mdan qo'shadi-da, barakasini qilib olib ketadi. Xo'p, 103 ming, 105 ming, 104 ming, bunisi kattasi 106 ming bo'libdi. Baraka bo'lgan joylarda men ham обязательно faqat novoz bilan shug'ullanadiganlari bor. O'sha akalardan hozir narxlarni aytishdi. 106, 104, 105, 103 mingdan bo'ylari 1.15 plusda, buniki 1.20 ga boradi bo'yi. Ular lekin 1.15 plusda. Mana buni ham Shvedda ham ko'chati zo'r ekan. Ariqroq bu yerda javoniga kechasi bilan atala yedirib, o't yedirib, qornini eshirib chiqishmaydi. Ana shu holatda, o'zini holatida olib chiqiladi. Molni bori ko'rinadi. Sigirda ham shunaqa. Bunaqa sutini dimlanib boshqa qilinmaydi. 200 aka juvi 213 mingga jupiga olishdi mana. 213 mingga jupiga, bo'ylari 1.15 plusda, lekin semizligi yaxshi. O'sha qiyin etapdan olib o'tib qo'yilgan, yemlanib, yog'iga endi yesa qo'shadigan davriga kelib qolgan. Bo'ylari javoniq bo'ydor emas, lekin bunisi sal kaltaroq.
kaltaroq niqsi emas, lekin mana bu qorasi uzun ekan. Biri 15 plyusda. Barakasini bersin, olganga ham sotganga ham barakasini bersin dedim. Orqada bunaqa semiz novvoslar. Bular 200 ming atrofida, 210 ming, 200 ming plyus minusida sotiladi. Mana shuni 210 ming tutdi qorani. Aytib o'tganimda shunaqa 210 ming, 200 ming atrofida, mana maydalari 200 mingda plyus minusida sotiladigan novvoslar. Aksariyat 210, 200 minglik, mana ular endi 240, 230 bo'lsa-ga, bular yana ham kattaroq. Shunaqa narxlarda sotiladi. Qassoblar ham shunaqasiga jazman yopishar ekan. Bundan kattasiga unaqa yopishib yormaydi. Qaysidir birini savdosi bo'lyapti, hozir so'raymiz, lekin boqishda yorib yoribdi. Uzunligini qarayman. Telefonda ekraniga ham o'zi zo'rg'a chiqyapti. Ancha masofa uzoqroqda turibmiz. Qaysi birini savdosi bo'ldi? Mana uni qancha bo'ldi? 230 ga berilmayapti. 230 mingga berilmayapti. Aytib o'tganimda shu 235, 240 gacha sotilsa kerak, lekin tirik vazn taxminan bilolmayman, chunki gazi uzun novvos, buni taxmin qilish qiyinroq. Bularni lekin taxmin qilsangiz bo'laveradi. Bular shu 210 ming, 200 ming atrofida sotilib turgan novvoslar. Xudo xolasa bozorda savdolar yaxshi, sekin holiga yarasha savdolar bo'lib turibdi. Yo'q emas. Savdosi yo'q emas. Sigirlarda ham o'rtacha yaxshilaridan chiqdi. Ro'zg'oroblari chiqdi. Javonoy katta gigant sigirlar chiqmabdi. Juma kuni Qalmiyon bozoriga chiqsa, shu jumada Qalmiyon bozorida yaxshilaridan chiqadi yana. Bir 128 ming savdosi bo'lyapti mana shu novvosda. 120 plyusda bo'ylari. Chalabo qilgan ola go'shtda 128 ming so'mga berilmayapti. Ko'chat novvos 127 mingga berilmayapti. Bo'ylari 125 plyusda 130 ga bormaydi. Lekin ko'chati yaxshi. Bu ham lekin majin kalla. Mana shunaqa novvoslar ham majin kallalar ja bo'lmaydi deydi, lekin uning ko'chati yaxshi ekan. Orqalari ham keng, sutga to'yganmi? Mana shu qorasi 127 ming so'mga berilmayapti. Xo'p, bozorda shunaqa gaplar akalar. Videoga bittadan like bosib, obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Bozor kichikroq, shuning uchun qisqa va mazmunli video qilishga harakat qildik. Hammaga rahmat.